Akalar hozir bu yerdan sakrab o'lmasam bo'ldi. O'zingiz o'ylab ko'ring, bitta o'yinga oyiga 8 mingdan 20 minggacha daromad qiladi. Mana shu zavod butun dunyoga shu o'yingohlarni yetkazib beradi. Har bitta detali qo'ldan tekshirilib o'tkaziladi. Shuning uchun mijozlar qayta buyurtma beradi. Akalar, orqamda ko'rib turgan narsalar hammasi bog'chaga, attraksionga qo'yadigan narsalar. Bularni hozir birma-bir ko'rsatib chiqaman, o'zingizlar vobshe maza qilasizlar. Ish qilib kirsa bo'ldi aka, teshigiga kirgizish ekan. Mana shu toshlarni olib, mana bittadan otilar ekan. Bunaqa joyda katta-yu kichik shunaqa o'yinlarda o'ynasa bo'ladi. Velosipedda ya'ni musobaqa o'ynashadi. Ko'rib turganinglar albatta yosh bolalardiki, o'tirgizib, aylantirib, shunaqa qilib yumshoq qilib ishlangan hamma yo'q. Bular ham mini attraksion akalar. Ko'ryapsizlar, mana terib qo'ygan hammasini. Bu yerdan akalar butun dunyoga chiqib ketar ekan. Bu ko'rib turgan yuklar Hindistonga chiqib ketyapti. Bundan tashqari MDH davlatlari, ya'ni biz tomon bilan juda ham zo'r hamkorlik ishlar ekan. Ko'rib turgan mashinalardagi yuk bu Qozog'istonga ketayotgan yuklar, ko'ryapsizlar, mana Ukrainaga ham ketayotgan yuklar bor. Akalar, agar bu o'yingohdan qanaqa qilib daromad qilaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men biznes g'oya bilan katalogini tayyorlab qo'yganman. Menga play deb yozib yuboradigan bo'lsangiz, men sizga Telegram gruppani tashlayman, o'tib bemalol ko'rib olishingiz mumkin.